Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Uztransgaz aksiyadorlik jamiyatida 2026-yil 1.5 yilligida korrupsiya qarshi kurashish, compliance tizimini takomillashtirish va ochiqlikni ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar, erishilgan natijalar hamda kelgusida ustuvor vazifalar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bugungi kunda mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish, davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari faoliyatida ochiqlik, shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlash, davlat ulushi mavjud tashkilotlarda halollik muhitini shakllantirish hamda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni oldini olish davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish masalasi davlat siyosatining ustuvor vazifasi sifatida belgilanib, mazkur yo'nalishda tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomada 2026-yil korrupsiya qarshi kurashish sohasida favqulodda holat yili deb e'lon qilinishi bu boradagi ishlarni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish, korrupsiyaga qarshi ichki nazorat va compliance tizimlari samaradorligini oshirish, ularning mustaqilligi va ta'sirchanligini yanada kuchaytirish bo'yicha muhim vazifalarni belgilab berildi. 2026-yilning 1.5 yilligi davomida jamiyat va uning tarkibiy tuzilmalarida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash ishlarini o'tkazilib, faoliyat jarayonlari tahlil qilindi. Tahlil natijalariga ko'ra 6 ta yuqori, 19 ta o'rta va 5 ta past darajadagi korrupsiyaviy xavf-xatarlar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha tegishli chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Shu bilan birga korrupsiyaviy xavf-xatarlarning oldini olish va xodimlarning compliance madaniyatini yuksaltirish maqsadida tizimli o'quv tadbirlari tashkil etildi. Hisobot davrida jami 689 nafar xodim birinchi navbatda korrupsiyaviy xavf-xatarlar yuqori va o'rta darajada bo'lgan funksiyalarda faoliyat yurituvchi xodimlar, keyingi navbatda jamiyat xodimlari hamda yangi ishga qabul qilingan xodimlar maxsus o'quv kurslarida ishtirok etib, belgilangan tartibda sertifikatlariga ega bo'ldilar. Manfaatlar to'qnashuvini boshqarish yo'nalishida ham salmoqli ishlar amalga oshirildi. 2026-yil uchun manfaatlar to'qnashuvi deklaratsiyasi yig'ilib, jami 7824 nafar rahbar va xodimlar tomonidan deklaratsiyalar to'ldirildi. Shuningdek, qarindoshchilik, bo'ysunuvchanlik va boshqa ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi holatlarining oldini olish maqsadida profilaksik tadbirlar tashkil etildi. Jamiyatda davlat va korporativ xaridlar jarayonlarida korrupsiyaviy xavflarni kamaytirish maqsadida xarid ishtirokchilari hamda kontragentlarni tekshirish amaliyoti davom ettiriladi. Hisobot davrida 15 ta xarid jarayoni doirasida 61 ta tashkilot yuzasidan compliance tekshiruvlari o'tkazilib, xarid komissiyalariga tegishli xulosalar taqdim etildi. Kadrlar bilan ishlash jarayonida ham compliance nazorati ta'minlandi. Hisobot davrida ishga qabul qilinish rejalashtirilgan 64 nafar nomzod bo'yicha compliance tekshiruvlari o'tkazilib, ehtimoliy korrupsiyaviy xavflar, manfaatlar to'qnashuvi holatlari va boshqa xavf omillar baholandi hamda tegishli xulosalar taqdim etildi. Murojaatlar bilan ishlash yo'nalishida ham natijalariga erishildi. Korrupsiya bilan bog'liq alomatlar yuzasidan kelib tushgan 6 ta murojaat belgilangan tartibda ko'rib chiqildi. Ulardan 2 tasi qanoatlantirildi. 2 tasi bo'yicha huquqiy tushuntirish berildi. Bittasi tasdig'ini topmadi va bittasi jamiyat faoliyatiga aloqador emasligi aniqlandi. Hisobot davrida jamiyat va uning tarkibiy tuzilmalarida jami 30 ta monitoring va nazorat tartiblari o'tkazildi. O'rganishlar natijasida aniqlangan qonun buzilish holatlari bo'yicha 3 ta material huquqni muhofaza qilish organlarida yuborildi hamda 2 nafar xodimlarga nisbatan intizomiy jazo choralari qo'llanildi. Shu bilan birga jamiyatda xalqaro standartlashtirish tashkilotining korrupsiyaga qarshi boshqaruv tizimi talablari joriy etish ishlari davom ettirilib, mazkur xalqaro standart talablariga muvofiq bir qator ichki normativ hujjatlar tasdiqlandi va amaliyotga tatbiq etildi. Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, 2026-yilning 1.5 yilligida Uztransgaz kompaniyasi korrupsiyaga qarshi kurash va compliance nazorat sohasida belgilangan vazifalarning ijrosini ta'minlandi. Korrupsiyaviy xavflarni kamaytirish, ochiqlik va shaffoflik kuchaytirish, manfaatlar to'qnashuvining oldini olish hamda korporativ boshqaruv samaradorligini oshirish bo'yicha ishlar izchil davom ettirilmoqda. Kelgusida ham mazkur yo'nalishdagi ishlar yanada takomillashtirilib boriladi.
Korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish, raqamlashtirishni kengaytirish va kompleks tizimini samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar izchil amalga oshiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi brifingga berilgan ma'lumotlar shundan iborat.